joy men kutganimdan ham yomonroq ekan. Ularning kambag'alligini aytgandim-ku. Erimning 4 qavatli kotteji yonida hech narsaga arzimaydi. Ha, bu yerda sichqonlar, suvaraklar ham bo'lsa kerak. Juda ham yoqimsiz. Aziz teletomoshabinlar, biz Jayang Chengning uyiga yetib keldik. Hozir tintuv boshlanadi. Biz Jayang Chengning uyiga yetib keldik. Hozir tintuv boshlanadi. Laoli, shouingiz tobora ommalashib bormoqda. Yaqinda nevaram ham gapirishni boshladi. Shu odamlarning hayotiga yaqin bo'lish kerak. Bu yoshlar o'z ishlarini a'lo darajada bajarishyapti. Oddiy odamlarning shouda qatnashishi dadil qadam. Bunday qishloq uyining ko'rsatilishi tomoshabinlar kayfiyatini ko'tardi. Uzr, sizni munosib kutib ola olmaymiz. Bu finjon juda chiroyli ekan. Bu davlat sovg'alari uchun mo'ljallangan chinni muhim topilma. Ota, ishonchingiz komilmi? Adashmayapman. Bu finjon avloddan avlodga o'tib kelayotgan milliy boylik. Hech qachon bunday chinnini kichik qishloqda ko'ramiz deb o'ylamagandim. Hech qachon o'ylamagandim. Miya, darhol safarlarni bekor qil va birinchi reys bilan mamlakatga qaytamiz.